Epilepsiya kasalligi juda ko'p insonlarning bu hayotiga xavf soluvchi va juda ko'p insonlarni o'ylantirib qo'ygan kasallik. Xo'p, epilepsiya yana tutqanoq kasalligining 40 dan ortiq sindromali turlari bo'lishiga qaramasdan, lekin hozir biz ko'rsatmoqchi bo'lgan 5 ta turi eng ko'p uchraydigan turlardan biri hisoblanadi. Videoga yaxshilab e'tibor bering, zero siz va yaqiningizda xuruj bo'lsa, bu kasallikka davolashga qo'yilgan birinchi qadam bu kasallikning tushunishi hisoblanadi. Endi birinchisi boshladik. Ya'ni videoga e'tibor beradigan bo'lsak, ko'pincha videoda epilepsiyaning atonik turi, ya'ni bu to'satdan bo'yin va bosh mushaklarida ko'pincha butun tanada ham bo'lishi mumkin, fokal turda ham bo'lishi mumkin. Ko'pincha fokal turi bo'lganda bo'yin, ya'ni miyaning bir qismi ishtirok etganda bo'yin qismida tonus pasaygani hisobiga bolada boshni urib olganligini ko'rishingiz mumkin. Ya'ni xuddi bir tomchi suvga o'xshab past tomonga osilib qolish. Agar butun tanada bo'lsa, umuman yiqilib tushishi ham mumkin. Xo'p. Ikkinchi turda ko'rishimiz mumkin qizchaning qo'lidagi, ya'ni bakalashka bor qo'lida bir tomondan uchganligini ko'rishimiz mumkin. Bu sudurgalarning epilepsiyaning bu miya kloni, miyoz mushak klonus uchishi degani bu, ya'ni qo'lda ko'pincha qo'llarda uchishi bo'lishi mumkin. Ko'pincha bu bolalar miya kloni epilepsiyasi yoki yuvenilni o'smirlar miya kloni epilepsiyasi yoki kattalarda ham uchrashi mumkin. Bu kasallikda ko'pincha oyoq-qo'llarda narsalarning uchib ketishi, uchib qolishini ko'rish ehtimolingіз yuqori bo'ladi. Endi esa uchinchisi. Uchinchi turi bu absence epilepsiya, ya'ni bolaga e'tibor beradigan bo'lsangiz, bola bir nuqtaga qarab qoldi, qotib qoldi. Bu qotishlar ko'pincha 3 sekund, 8 sekund, ko'pi bilan 10 sekund bo'ladi. Xuddi parishon xotir bo'lgan bolaga o'xshab bir nuqtaga qarab qotib qolganligini ko'rish mumkin. Ko'pincha buni ota-onalar xuruj ekanligini bilmasdan noto'g'ri bolani urishi, unga psixologik har xil bosimlar o'tkazishi mumkin. Bu uchinchi, ayniqsa bolalar orasida ko'p uchraydigan absence epilepsiya turi edi. To'rtinchi turi bu epilepsiyaning fokal turi deyiladi. Fokal epilepsiyalarning bir necha o'cha motor, sensor, aralash har xil turlari bor. Fokal epilepsiya xurujlari bu miyaning hamma joy ishtirok etmasdan, balki bir tomonda ishtirok etish hisobiga va ko'pincha hushni yo'qotmasdan namoyon bo'lishi. Xuddi videoda ko'rganingizdek, 4-tipda bu fokal xurujlar mana shunda namoyon bo'ladi. Oxirgisi 5-chisi esa ko'rganimiz, bu yerda bemor hushdan ketadi, ko'pincha oyoq-qo'llarda tortilish, tishlarni tishlash, og'iz ko'pirishi, ayrim paytda siydik chiqib ketib qolishi, siydikni kontrol qila olmaslik va bu holatda bemorga zudlik bilan yordam ko'rsatish kerak bo'ladi. Bu ko'pincha 5-turi yosh kattalarda ko'proq uchraydi. Yuqorida ko'rganingiz epilepsiyaning eng ko'p uchraydigan 5 ta turi haqida edi. Xo'p, siz va yaqinlaringizda epilepsiya kasalligi bormi? Siz ularni qanday davolayapsiz? Shu bilan birgalikda o'z savollaringizni kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Va sizga epileptolog, nevropatolog konsultatsiyasi kerak bo'lsa, yuqoridagi raqamlar orqali qabulga yozdirishingiz mumkin. Siz bilan har doimgidek doktor Alimov bo'ldi va o'z sog'lig'ingizga befarq bo'lmang.